Anavi to'rimiz bilan ikkinchi uchrashuv. Faqat bu videoni umuman oyim ko'rib qolmasinlar. Voy, Ziya, birinchi va oxirgisi degandingiz-ku deyishdan oldin videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga bugun qanaqa qilib ikkinchi uchrashuvga yana rozi bo'lganimni va nimaga aynan bu obrazni tanlaganimni aytib beraman. Aslida bu lukka menga anavi to'rimiz tashab berdi. Parchikali kiyimni tashab, birga shunaqa kiyinaylik deb, men lo'q bo'lsa pulni o'zi to'layotgan deb xursand bo'lib ketibman. Ha, mayli, bo'lgan ish bo'ldi. Ziya o'zingni bosib, o'zimga o'zim motivation berib, anavi to'rimiz o'zimni pulimga oldirtirgan lukimni yig'ishni boshladim. Bu yoqda sarafanchik, ro'mol edi. Voy, uyat o'zini kesdimi? Demayli. Mana shunaqa ichidan long sleeve ham tanlab oldim. O'zi ikkinchi uchrashuvga rozi bo'lganimning yagona sababi to'rimiz bo'lsa ham aqlli bola, qizlar bilan gaplashmaganman-da, boshqasiga qaramaydi deb o'yladim. O'l, вообще da yo'q ekan, chunki men ro'mol umuman tushgani yo'q. Просто tak kulib ketgani qoldi. Shuning uchun endi shunaqa to'q seriya qoraga o'xshash shunaqa organza ro'mol o'rab chiqaman. Va ya hop deb chiqdim, qaraylar, aksessuarlar bilan qanaqa asal turdi. Tfu, mana o'zimga umuman yoqqani yo'q. Shuning uchun hozir buni yana alishtirib chiqamiz. Qanaqa qilib bunchalik to'rimiz bo'lsa ham yurish mumkin desanglar, qizlar joyli to'g'risini desam, birinchi marta podarka bergan edi. O'sha podarkasidan gaz deb o'ylagandim, lekin chuchvarani xom sanabman. Xo'p, mayli, temaga qaytamiz. Normal ro'mol topolmaganim uchun uchrashuvga ham chiqqim kelmay qoldi. Lekin, ey Zebo, shuncha pulga sen kiyim, ro'mol olib qo'yding, chiqmasang bo'lmaydi deb o'zimni majburlab uchrashuvga chiqdim. Nu rost, nima qizlar, shuncha pul sarflaganimga yarasha hech bo'lmasa tekinga ovqatlanib kelishim kerak-ku, to'g'rimi? Lekin bu bolaga qaraganda hali ovqatimni ham, yurish turishimni ham pulni o'zim to'layman. Shuning uchun har ehtimolga qarshi ko'pgina pul va plastik karta oldim. Undan tashqari labimga shunaqa ikki xil pomada, zaryadniklarim oldim, chunki telefonimni zaryadi o'chib qolsa, u jentelmenlik qilib menga quvvat olib bermaydi, bu aniq. Ko'chada eshakni o'ldiradigan isubotda meni makiyajim ham oqib ketib, ana bola menga qarab, "Assalomu alaykum aka" devormasin deb pudra ham oldim. Yuzimdan ko'rishinglar mumkin, hali bechora Ziya svidaniyada nimalar bo'lib ketishini bilmas edi, beg'amgina bo'lib turibdi. Chunki bu oddiy uchrashuv emas, ya'ni surprizlarga boy uchrashuv bo'ldi, lekin buni bitta videoga sig'dira olmayman. Shuning uchun keyingi video 50 mingta laykdan keyin обязательно chiqadi. Yaxshiyamki anavi to'rimiz bir xil oyoq kiyim kiyili demagan, bo'lmasa bankdan kredit olishimga to'g'ri kelardi. Agar hozir buni kiyib ko'rsatadigan bo'lsam, oyim meni hayat shishirtir. To'rimiz bilan uchrashuv birinchi qismini oyimga ko'rsatmaganlik uchun ikkinchi qismi chiqdi. Endi ikkinchi qismini ham ko'rsatmasanglar, svidaniya qanaqa bo'lganini va anavi to'rimizni aslida gazligini gapirib beraman. This is my final look. Kiyimim bo'lsa mana shu magazindan oldim. Всем пока-пока. Keyingi qismlarda ko'rishguncha.